Tengdaşsız mutafekkir şair Mevlana Ebeydullah Lutfi. Uyghur klassik şeriatının ulu namayendilerinden biri bolgan Mevlana Ebeydullah Lutfi Hicriye 768 yılı, miladiye 1367 yılı Hirat şehriga qarashliq Dehi Qanar degan yerda dunyoga kelgan. U o'zining ma'rifatparvarlik va xalqchilikni kuyligichi, fikri o'tkir ajoyib g'azallari bilan butun sharqiy islom ellarida katta shuhrat tepib, shu davrning donglik shoiri Alisher Navoiy tarafidan Malikul Kalam, ya'ni so'z san'atining podshohi deb nom olgan. Mir Alisher Navoiy asarlarida o'ziga ustoz bo'lgan bu donglik shoirni Uyg'urlarning go'zal va o'tkir tillik adabi deb yuksak baho bergan edi. Mevlana Ebeydullah Lutfi Sharqiy va G'arbiy Turkistonni qayta birlashtirgan To'g'liq Temirxon davrida Samarqand shahrini boshqarishga avatilgan eng qobil Uyg'ur beglaridan birining pushti edi. Keyincha tarixning bo'ronlari bu jamoatni Hirat shahriga uchirib keldi. Lutfi 3 yoshga kirganda Oqsoq Temir Samarqand shahrida toj kiyib Amir Temir deb ataldi. Shuningdan boshlab uning har tarafga qaratgan kengaymichilik urushi boshlandi. Lutfi mu shu chog'dagi cho'ng vaziyatning taqozosi bo'yicha Hirat shahridan ayrilib Iron, Sham va Misrlarda ilm tahsil qildi. Keyincha Amir Temirning eng kichik o'g'li Shahrux Mirza boshqa amirlarni itoat qildirib, Temiriylarning eng nopozliq yigani hukmroniga aylanganda Lutfi qatorliq olimlarni yangi poytaxti Hirat shahriga to'plab, bu shaharni ayni chog'dagi siyosat, tijorat va madaniyat markazi qilib chiqqan. Lutfi kindiqqini to'kilgan Hiratda taki Shahrux Mirza vafot bo'lguncha 20 yildan ortiq faoliyat qilgan va nurg'un shogirdlarni yetishtirgan. 1447 yili Shahrux Mirzaning vafoti Hirat shahridagi G'iyosiddin Baxshiga o'xshash bir qism kishilarni Iron va Iroqqa ko'chib ketishga majbur qilgan. Lekin Mevlana Lutfi o'zining qadinas do'sti Alloma Sayyiduddin Koshig'ari va yangi taxtga chiqqan Baysungur Mirzaning o'tinishi bilan davomli Hiratda qolib qolgan. Baysungur Mirza Shahrux Mirzaning o'g'li edi. U vafot bo'lgandan keyin Mevlana Lutfi Baysungurning o'g'li Obul Qosim Bobur Mirzaning qo'llashida o'zining ilmiy va diniy o'qitish ishlarini davom qilgan. 1456 yili Obul Qosim Bobur Mirza Xurosonni Oqqo'ychi turkman qavmiga tatqizib qo'yib, Marviga chekinganda Lutfini mu birga elib ketgan. Bu yerda Mir Alisher Navoiy uningdan ta'lim olishga muyassar bo'lgan. Shuningdan boshlab Temiriylar saltanati parchalanishga boshlagan. Buni ko'rib qattiq azoblangan Mevlana Lutfi o'zining Mavraun Nahirdan boshlangan Oltin Orda orqali Qrimgacha, u yerdan Anatoliyagacha va Ozarbayjonga qadar so'zilgan ilmiy sayohatlarini boshlagan. Eng oxirida bir butun Temiriylar saltanatining shimolidagi Mavraun Nahir Sultan Abu Said Mirzaning 3 o'g'liga taqsim qilinib, tinchlik o'rnatilganda va janubdagi Xuroson tarafdimi Sultan Husayn Bayqara va Ahmad Hojibek tarafidan muqim va tinchlik o'rnatilgan yillari Mevlana Lutfi mu ziyoratlarini tugitib Hiratga qaytib kelgan edi. Shuningdan keyin u oxirgi umrini Hirat shahrida o'tkazib, 500 nafar olimni yetishtirib, 200 dak kishini muzikada to'liq kamolatga yetkazgandan keyin olamdan o'tgan. Milodiya 19-asrda yashagan donglik olim Molla Ismatulloh Mo'jizining Muzikantlar tarixi nomli qimmatli kitobida bayon qilinishicha, Mevlana Ebeydullah Lutfi Sharqiy Turkistonning o'zidan bo'lib, olimlikda Farabidek, hakimlikda Ibn Sinodek, shoirlikda Navoiydek
nəğmiçilikdə Qidirxondek dağlıq idi. U öz zamanının ən katta əllamisi idi. U 500 nəfər alimni yetiştirib 200 dek kişini muzikada toluq kamalatga yetkizgan. U ömrüdə 200'den artıq kitap yazgan. Hazreti Mir Alisher Navoiy özünün ilmi fasahatda ustozim desa, Mevlana Lutfi Navoiyni ustozim deydi. Alisher Navoiy Mecalisun Nefais ve başka bir neçe dağınlık əsirdə Mevlana Ebeydullah Lutfi'ni alaydı maqtıgan bulup, Lutfi haqqıda bu zamanımızda ustozim Mevlana Lutfi'dek Parisçe şiirlerini vayığı yetkizip icad kıla alaydıganlar yok. O söz sanatının hakanı idi. Türkçe şiirleri avam içige taralgan idi. Onun Türkçe şiir divanı en meşhurdur. Dep yazgan. Miladiye 1473 yılı vafat bolgan. Mevlana Lutfi'nin azırgıcı baykalgan ve tetkik kılıngan bir kısım tevarrük eserleri tövendikiçe. Birinci, Gül ve Noruz. Miladiye 1334 yılı Jalaliddin Tabip yazgan Parisçe Mesnevisinin şu çağdaki Uygur edebi tili bolgan Çağatay Uygur tilideki Uygurca tercümesi bolup Parislarının bu eserini tercüme kılışka başka hiçbir milletinin tili yetmeydi degan qarash biçit qilinib Lutfi 1411 yılı İskender Mirza'nın talebi bilen tercüme kılgan bu eser asli eserden bekrek kımmetlik bolup kalgan. 1228 beyitlik bu klassik eser Şarq elleriga xas bolgan aşık hikayesini aks ettirgen bulup bu eserinin en kadimki nusxası Büyük Britaniya muzeyida saklanmakta. İkinci Divani Lutfi. Mevlana Lutfi'nin bu çoğun hacimlik kamusi bir tevhid, bir mukaddime, 4 kaside, 361 gazel, 113 toyuk ve 57'de müferrit qatarlıklardan terkip tapkan çoğun hacimlik şiiri divanı bulup hazırgı kadar baykalgan ve yaxşı qoğdalgan nusxası 20'den aşıdı. Bulardan en nopozluq bolgan nusxası yanıla Büyük Britaniya muzeyida saklanmakta. 3. Zefername. Miladiye 1436 yılı ayni çağdaki Şarq İslam ellerinin yegani dinni allamisi ve tarihçisi Şerefiddin Ali Yezdi tarafından yazılgan bu bibaha tarihi eser Emir Tömür ve Şahrukh Mirza'nın uruş galibelerini asas kılgan halda şu çağdaki Emir Tömür ve Emir Kameriddin arasındaki iki Türkistan'ı talışış uruşları hakkında kıymetlik malumatlarını bergen tengdassız eseriydi. Mevlana Lutfi Paris tilida yazılgan bu kıymetlik eserini ayni çağdaki Şarq İslam ellerinin siyasi ve edebi tili bolgan Çağatay Uygur tiliga tercüme kılgan idi.